Hop, qabziyat deyishyapti. Qabziyat to'g'risida gapirib bering deyishyapti. Qabziyat degani bu endi hamma tushunarli bo'lishi uchun ich qotish deymiz, tam ruschasida kolit deymiz, misol uchun, tam. Buni qotirib qo'ymaslik uchun bu juda yaxshi savol bo'pti. Ich qotishini problemalari juda katta bo'ladi. Xudo saqlasin, gemoroy paydo bo'ladi. Gemoroy paydo bo'ldimi, gemoroy o'sha bavosil, keyin yana ichida yaralar paydo bo'lishlari ham mana shu ich qotishlikdan bo'ladi. Ich qotmaslik uchun nima qilish kerak? Iloji boricha ertalab turganda 150 gram xom suv ichinglar. Iliqroq qilib xom suv ichib oling. Keyin yana uxlashingizdan oldin ham yana xom suv iching. Yana kun davomida o'sha aytganimdek 2,5-3 litr suvni ichamiz. Plus ko'proq suv ovqatlar iste'mol qilamiz. Yana o'sha ko'proq mana hozir qovoqlar chiqib keldi, qovoq, turib, piyoz, mana mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilinglar. O'sha ichib qotadigan insonlarga tavsiyamiz shu bo'ladi. Yana tavsiyamizni eng afzallaridan bittasi 4 ta 5 ta turshakni olib, kechqurun kosaga 50 gradus iliq suvga solib, ustini yopib qo'ying. Ertalab turganingizda uni ham ichib oling, ochiq qoring. Donini yeng, suvini ichib oling. Ham ichklaringiz faoliyatini yumshatib turadi, plus yana sizga o'sha yuragingizga quvvat berib turadi, xudo xolisa. Mana shu tavsiyalarni qilsangiz, xudo xolisa, sog'lig'ingiz o'zingizning qo'lingizda, o'zingiz ehtiyot qilinglar.